Beijing doiralari dushanba kuni Xitoy Islom jamiyatidan boshqa hech kimning haj faoliyatini tashkillashga yo'l qo'ymaydiganligini, qonunga xiloflik qilganlarning qonun bo'yicha jazolanganligini e'lon qildi. Xitoy Davlat diniy ishlar idorasi dushanba kuni Islom haj ishlari uchun ma'muriy tadbir nomli yangi belgilama e'lon qilib, hukumat qarmog'idagi Xitoy Islom jamiyatidan boshqa hech kimning haj faoliyatini tashkillayolmaydiganligini, qonunga xiloflik qilganlarning jinoiy javobgarlikka tortilganligini belgiladi. Belgilim bo'yicha hajga berish uchun oldin bir qator rasmiyatlarni o'tash kerak. Butkul tekshirish va tasdiqlash jarayoni vatanparvarlik va qonunga rioya qilishni iltimos qiluvchilarning asosiy sharti bo'lgan. Xitoy Yer shari vaqt gazetining xabar qilishicha, bu belgilama 12 oyning 1-kuni yo'lga qo'yildi ekan. Belgilamaga asosan boshqa tashkilot yoki shaxslarning sayohat tashkilishiga yo'l qo'yilmaydi ekan. Xitoy fuqarolari hajga iltimos qilganda asosiy shartlarga tushishi kerak ekan. Xitoy Uyg'urlarning haj qilishini izchil qattiq kontrol qilib kelgan bo'lib, yaqinqi yillardan buyon 3 milliondan ortiq Uyg'urni yig'ilish lagerlariga qamab qo'yishi G'arb davlatlari va Birlashgan Davlatlar Tashkilotida tanqidga uchirdi. Tayvan O'rta Osiyo institutining islom masalalari mutaxassisi Shi Jianyuning qarashicha, hukumatning cheklamasi va chiqimi sababidan ilgari nurg'un musulmonlar orzusini amalga oshirish uchun 3-davlat orqali Makkaga shaxsiy berishni, hatto orqa yo'llardan berishni tanlagan. Angliya parlamentining ishchilar partiyasi bo'lgan a'zosi, parlament tashqi ishlar va taraqqiyot komitetining mas'uli Lisa Nandi, Angliya tashqi ishlar ministri Raobga xat yozib, Angliyaning Uyg'urlar sababli Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashiga a'zo bo'lishini to'sishni talab qildi. Uning ta'kidlashicha, Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Sharqi Turkistonda sodir bo'layotgan insoniyatga qarshi jinoyatlarni tekshirishiga yo'l qo'yishi kerak ekan. U yana Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasining insoniyatga qarshi jinoyat ekanligini, Xitoyning harakati 1948-yili ma'qullangan ahdnomadagi irqiy qirg'inchilik alohidaligiga ega ekanligini ta'kidlagan. U mundaq degan: "Siz va har qanday odam xalqaro qonunning muhimligini, bunday dahshatga sukut qilishning uningga sherik bo'lish deb qaraldiganligini biladi. Angliya bu fursatni g'animat bilib, Uyg'urlarga yordam qilishi, dunyoning har qaysi joylarida kishilik huquqni qo'g'dash uchun bizning yanada ishonchli ekanligimizni namoyon qilish kerak." Yaponiya dengiz qirg'oqi muhofazat atirti seshanba kuni diplomatlik yo'llar orqali Xitoyning ichki dengiz qirg'oqi muhofazat paroxtining Senkaku taqim oralig'iga yaqinlashganligiga norozilik bildirganligini e'lon qildi. Yaponiya dengiz bexatarlik bosh shtabi yakshanba kuni ichki dengiz qirg'oqi muhofazat paroxtining Yaponiya dengiz tavalligiga kirgandan keyin ko'p qatim Yaponiya baliqchilik paroxtlariga yaqinlashishga uringanligini isbotladi. Yaponiya dengiz bexatarlik tarmoqlari Xitoy paroxtini dengiz tavalligidan ayrilishga ogohlantirib, baliqchilik kemalarining atrofiga chorlash paroxti o'rnashtirib, bexatarligiga kapolatlik qilgan. Yaponiya NHK ommaviy tarqatish shirkatining xabariga qaraganda, bu Xitoy paroxtlarining bu yil 21 qatim Yaponiya dengiziga kirishi ekan. Sharqiy dengizga joylashgan bu taqim orollar Yaponiya tarafidan Senkaku, Xitoy tarafidan Yaoyudo deb ataladi. Bu orollar uzundan buyon ikki davlatning egilik huquqi talash tortishiga sabab bo'lmoqda. Seshanba kuni Xitoy va Rossiya Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashiga saylandi. Kishilik huquq tashkilotlari buni qorong'u kun deb atadi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining bosh organi Jenevada bo'lib, 47 a'zo davlat bor. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy yig'ini kishilik huquq kengashining yangi 15 a'zosini maxfiy bilet tashlash orqali saylab chiqqan bo'lib, Osiyo Tinch okean guruhida Saudiya Arabiston saylanolmagan. Bu 15 davlat Boliviya, Angliya, Xitoy, Kuba, Fransiya, Gabon, Cote d'Ivoire, Malawi, Meksika, Nepal, Pokiston, Rossiya, Senegal, Ukraina va O'zbekistondan iborat. Ularning 3 yillik muddati 2021-yili 1-yanvarda boshlanadi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquqni kuzatish tashkilotining direktori Louis Charbonneau mundaq dedi: "Xitoy, Rossiya va Kuba kishilik huquq kengashiga saylanmasligi kerak. Kishilik huquq tafsandachiligi bilan ayblangan bu davlatlarning a'zo bo'lib saylanishi mazkur kengashning kishilik huquq tafsandachiligini oshkorlash tirishchanligini to'siy olmaydi."
Angliya Arsenal komandasining turk futbolchisi Mesut Özil Ozarbayjon armiyasining Armeniya ishg'ol qilgan zaminini qutqizish harakatini qo'lladi. Mesut Özil ijtimoiy aloqa hisobiga yozmasida bir millat ikki davlat degan so'zni ishlatgan. U dunyo Nagorno-Qarabağ rayonining qonunliq va xalqaro Ozarbayjonning bir qismi ekanligini va qonunsiz ishg'ol qilinganligini tunib yetish kerak. 2008 martda Birleşken Devletler Teşkilatı umumiy yig'ini Ozarbayjonning zamin butunligini qabul qilish va Armeniya askarlarini chekindirish to'g'risidagi bir qarorni ma'qulladi. Men shuni eskartamanki, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın qarori kuchga ega, ko'pchilikning e'tirof qilishi kerak. Mesut Özil o'tgan yili 12 oyda Twitterda bayonot e'lon qilib, Xitoyning Sharqi Turkistondagi Uyg'ur musulmonlarga qilgan ziyonkashlikini ayblagan. U yana boshqa musulmon davlatlarni Xitoy hukumatining harakatiga parvo qilmadi deb tanqid qildi.